Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Alisher Hayter. Bugun men orqamdagi parkurdan o'tib ko'rishga harakat qilaman. Bu parkurni kim qurganligini hozir bir rasmdan ko'rsatib beraman. Mana. Va mana bunday jinniliklar. Jinnilik degan gapimdan tushungan bo'lsangiz kerak do'stlar. Bu parkurni menga Morfix qurib bergan. Ha, to'g'ri, Morfix qurgan. Morfixning ajabtovur parkuridan o'tamiz. Mayli, da survivalga o'tib olishimiz kerak. Mana do'stlar, biz survivalga o'tib oldik, ammo lekin mana bu panjaralarni olib tashlasak ham bo'ladi. Shu Morfixda. Va yana menga qandaydir xat ham kelgan edi. Parkur quroli bo'lishingiz uchun parkurdan o'tishingiz degan. Oy. Qanday parkur deysizmi? Shu parkurda Morfix qurib bergan. Ular bilan do'st bo'lsa kerak. Parkurdan ham o'tib olmayapman. Yana u yerda yozilganki, bu parkurdan 10 daqiqa ichida o'tishingiz kerak deb yozilgan ekan. Yo'q-mi? Do'stlar, g'irromchilik uchun uzr. Birinchi bosqich bajarildi. Okey. Birinchi bosqich bajarilgan bo'lsa, ikkinchisi qiyin bo'ladi. O'zbekcha yozsa bo'lmadimi? Hop. Qiyin bo'ladi. Zinali parkur. Muzli parkur. Lekin armon qo'yilgan. Orqacha bajarilibdi. Yotoqchali parkur. Hop. Mana. Morfix jinnilik qilgan ekan. 3-topshiriq. Lekin 3-topshiriq. Easy squeezy mi bu yer? Hop! Yo'q. Easy emas ekan. Qanday ayanchli. Yig'lashi bas qil. Hop. Yomon qiyin bo'ladi bu yer. Do'stlar, bu yer mening ham, sizlarning ham vaqtingizni oladi. Kechirasizlar. Men chempionman. Bip. Jinnilikni yig'ishtir. Hop. Yo'q. Do'stlar, shu yerdan g'irromchilik qilib o'tib ketaylikmi? Yo'q. Oddiy joydan ham o'tib ket. O'zi 10 daqiqada o't degan. Atalab aytishli. Orqamdagi parkurlar juda ham oson edi. Qilib shuni ingilarga ataylab Morfix aytgan. Xudoga shukr. Ana. G'alaba. Lekin 2 darajali parkur ham bor. Yo'q, men shuncha harakat qildim. Jinnilikga qanday bor ekan? Musorlarni solib tashlaymiz. Do'stlar, vaqtingiz bo'lmay qo'y. Mana men narsalarni olib oldim. Va kiyimlar yo'q ekan, afsuski. Darada damlamasi. Men daradamni do'stlar, endi biz mana bu
Water drop'ni qilsak bu parkurdan yutamiz. O'lib qoldim. Boshqatdan. Yaxshi, xayriyat, narvon bor ekan. Shuma shu. Mayli, lift qilib chiqaveramiz. Mayli. Do'stlar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Biz mana bu qiyin bo'lgan parkurdan o'tib ketdik va turli xil sehrlagan oltin olmalar, jonlarni oldik. Sehrli savol va sandiqli parkur. Do'stlar, mayli. Keyingi video 10 ta like'dan keyin chiqadi. Ya'ni bu parkurning ikkinchi qismi.